değil. Vay vay vay. Kecha shuni tayladı birov. Shu bag'ishgan gruppasiga. Ertalab taylab, ertalab eshitdim. Vay 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 vay. Buni 2 minut aytgan ekansiz. Vay 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 vay. Ah. Yoshgina bo'lgansiz. Ehtiyot bo'ldim. Juda ehtiyot bo'ldim, o'zimda ehtiyot qildim. Xalqimda ehtiyot qildim. Vatanda ehtiyot qildim, yurtda ehtiyot qildim. Mana oxirgi dunyo kelib, bostirib san'atini oxiri. Ey bobolar opajonim, olib kelay. Bu dunyo omonat dunyo. Hech kimga vafo qilmagan dunyo bu. Biz aka bilan 75-yildan beri, endi oldini 50-yillardan beri otam bu kishilarning otasi bilan oshna edi. Bobo bilan 75dan beri bobo bilan bir necha marta suhbatda bo'ldim. Hojasi qo'mat. Bu kishini otasiday nag'ma chertadigan yo'q bu orada. U kishini nag'ma chertgandan keyin yig'lardingiz. Qani umrim. Eshitganman, Xudoga shukr, boboni chalganini. Biz endi birinchi Shoymardan aka bilan bordik, endi qilib yurardik, uylariga borib kelib keyin. Bu kishi o'sha vaqtlar 75-70da aytmas edi-ku. Ana 82dan boshlab baxsh qildi, men o'zim olib borib topshirganman, aka yo'lga solib berdim. Shundan beri Xudoga shukr. Bu kishilar ustozlik berganiga shukr. Me'yoriga yetdim. Me'yoriga oshirdi hamlar. Men degan prezidentlar olibdan o'tdim. Voy voy. Shunday o'tirib qol. Islom Karim. Shavkat aka Miramon. Doston aytsam ko'nglimga g'am keladi. Kuy boshsam ko'zlarga nam keladi. Jahonga olib chiqdingiz bek aka. Sizday baxshilar, sizday insonlar kam kerak deb yozilgan. Shavkat aka Miramonovga. Islom aka. Voy voy. Shunday qilib 50 yil hurmat ordeni bersin dedi. Ana. Shundan beri 50 yil hurmat ordenida Islom akaning qo'lidan olganmizda. Ana shundan beri vatanni